Assalomu alaykum. Bugun bizlarda mana shunaqa kushetkaga klyonkalik chiqib keldi. Materiallarini, klyonkasini klientning o'zi berdi. Bu chexol qimirlab ketmaydigan, o'zida shundoq moslashib turadigan qilib tikildi. Masalan, mana joylariga material qo'shib tikib ketilgan. Ichiga kirgizib qo'yganmiz. Buni boshini ko'targan paytda ham, bu tushirgan paytda ham qimirlab ketmaydi. Mana yonlarini mana shunday tushadigan qilib kiygizib tikdik. Kushetka 5 ta, bittasi joyiga ham plyonka qo'yib tikdik. Material bambuk. Detskiga ham xuddi shunday tikdik. Detskini hamma tomoni plyonka. Shunaqa qimirlab ketmaydigan qilib boltlarini yechib, qaytadan shuruplarni yechib qaytadan qaqib berdik.